Pastroq qavatdan uy so'ragan mijozlarimiz uchun bitta shunaqasidan topib qo'ydik. Istiqlol stadioni yaqinida joylashgan, yangi qurilgan domlarda ikkinchi qavatida joylashgan 3 xonali kvartirani ko'rib kelganmiz. Bu kirish qismi kengina xoll va bu tarafda birinchi mehmonxona joylashgan. Ko'rib turganingizdek, uy chiroyli remont qilingan, chiroyli aboylar tanlangan, lyustralar ilingan, ugolok mebellar, bular hammasi qoldiriladi. Qidiruvlaringiz natija bermayaptimi? Assalomu alaykum, Refar kompaniyasi savdo menejeri Uchqunbekman. 2 xonali kvartiralar bazamizda siz izlayotgan uylar soni juda ko'p. Talabingizga mos uylarni topish uchun bugunoq qo'ng'iroq qiling. Refar, uyingizni oson va xavfsiz toping. Va bu tarafda sanuja joylashgan. Radiator o'rnatilgan. Ariston ham bor. Bu tarafda bolalar yotoqxonasi joylashgan. Bir necha farzandga mo'ljallangan bolalar yotoqxonasi, radiator o'rnatilgan. Bu narsalar ham hammasi qoldiriladi. Bu tarafda esa oshxona joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, oshxona mebellari qilingan, gaz plita vitishka o'rnatilgan, o'tirib ovqatlanish uchun joy ham mavjud. Bular narsalar hammasi qoldiriladi. Bu tarafga konditsioner ham o'rnatilgan va bu tarafimiz kattalar yotoqxonasi. Ixchamgina yorqin ranglardan foydalanilgan kattalar yotoqxonasi, yotoq o'rinlari qoldiriladi. Radiator o'rnatilgan. Shkaflar ham hammasi qoldiriladi. Xo'p, do'stlar, Istiqlol stadioni yaqinida joylashgan yangi qurilgan domlarning ikkinchi qavati 3 xonali 51,6 kvadrat maydonga ega. Egalari tomonidan $30,500 baholanyapti. Albatta kami bor. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol egasi bilan savdolash imkoniyati mavjud. Ushbu uy va shunga o'xshash ko'plab uylar haqida batafsil ma'lumot olish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Telegram kanalimiz opisaniyada. Refar, siz izlayotgan uylar shu yerda.